Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga chiroyli xonadon tayyorlab qo'ydim. Bunisi eksklyuzivniy bo'ladi, lekin aytib qo'yay. Yopiq territoriya, bolalar maydonchasi, детский площадка, podvalda stankalar, dom жилой, kadastrli xonadon. Vodiyli, vohali akalarimga joyda. Bu uyimiz Toshkent City'da joylashmagan Karmon bog' chiroyli xonadon, hurmatli obunachilar. Xonadonimizning o'zini mashina qo'yish uchun parkovchniy местasi bor. Parkovkadan bemalol liftni bosasizlar, xonadonga ko'tarib keturasizlar. Liftdan chiqamiz, o'ng taraf tartsovoy bo'ladi. Chap taraf o'rta bo'ladi. Bittasi nima deydi? Men bu oyningiz deydi, qishin yozin ochib turadimi deydi. Yo'q, bu oyna panoramli oyna, bu avtomatik yig'iladigan oynalar. Hozir vashi innovatsion zamon bo'lib ketdi-yu. Endi qaranglar, West Toshkent na ladoni aka. Bu bizda terrasa bo'ladi, hurmatli obunachilarim. Hammamizga mana shunaqa chiroyli terrasalarda yashash nasib qilsin. Endi ham knopkani bosamiz. Ko'rib turganinglarda patolog ko'tarilyapti, hurmatli obunachilar. Tomlarni polni ochib tashlasangiz bo'ladi. Yozda oilaviy mana shu PlayStation o'ynab, mazza qilib, mana bu kreslolarda dam olsanglar bo'ladi. Mana bu ikkita turgan pultimizni ikkinchi oynani ochadi, orqada turgan oynani ochadi. Qalay, patolog ochilyaptimi? Shapaloqlar bo'lsin. Bitta bizning kuxnyamizda bo'ladi. Mana shu patologni ham bitta ochamiz mana. Dili nastroyi, mana shu videoga bitta like bosib qo'ying, aka, lekin hozir juda ham qiziq bo'ladi. Uyni siz qidirayotganingizdan topdim, aka. Gap yo'q. Mana buni qara. Innovatsion zamon keldi, hurmatli obunachilar. Hammamizga mana shunaqa uylar nasib qilsin. Ana endi narigisini ham bosdim. Ko'ryapsizlar? Tepani yopganman o'sha. Endi ikkinchi oynamiz pastga tushyapti. Ikkinchi oyna va ikkilo ochib turibsiz. Vashi mazza ekan, aka. West Toshkent City, qarang uni Nestva. Voy, gap yo'q, bor, Hamza metro, hamma yo'q. Vodiyli aka xonlar, vohali aka-ukalarimga joyi ko'p. Biza qayerdamiz deymi? Biza Toshkent shahar, Chilonzor tumani, metro Hamzadamiz, hurmatli obunachilar. Xohlasanglar, Qatortol Optividan kirsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar, metro Hamzadan kirsanglar ham bo'ladi. Peshi dostupnosti, bolalar o'qishga, maktabga, bog'chaga bemalol yo'lni nari betiga o'tish mumkin. Закрытый territoriya, elitli dom жилой. Ko'ryapsizlar, biz hozir terrasa qismidamiz. Terrasani o'zi ham normalniy terrasada, mana ko'ryapsizlar, yozda maza qilib. Voy, men bu yashaklarim kelib ketdi. Yo'q, terrasani o'zida qolib ketdimi? Hamma yoq innovatsionniy, hamma yoqda kameralar o'rnatilgan. Mana shu mexnika, hamma narsa qoladi. Mana bu vitni qarang, aka. Butun bir kayf beradigan xonadon ekan, aka. Menga vashi yo'qdi. Bu yerda mana terrasaga mehmonlar kelganda, men oshxonadan kiyinayman, qiynalib o'tirmanglar. Bunaqa oshxonani kutmadingiz siz, to'g'rimi menda? Mana tayyor oshxona, mebel, texnika, hamma narsasi bilan sotiladi deyaptilar. Oxirida narxini ham aytaman, aka. Men bilasizmi, narxini shunday aytib yuboraman. O'tiraman sizlar bilan ko'shki mishki o'ynab. O'ynam soatni qarang. Doddasi ekan. Yo'qda bizda nima bor? Voy! Yo'qda bizda yana barbekyu zonamiz bor. Esdan chiqib qopti-yu. Mana sizlarga yana bitta bonus. Bu bizda barbekyu zona. Barbekyu zonamiz, o'ni Bunyodkor stadionida chaqpalak ham ko'rinib turibdi. Hamid kirishayotganlarni qilib qo'yganmiz. Bolalar endi to'polon qilib sakrab tushib ketmasligi uchun безопасность на высшем уровне, aka. Uni Bunyodkorni chaqpalagiga turibdi. Bunyodkor stadioni svetini o'chirib qo'yishdi. Bunyodkor stadioni svetini yonganda, mana shu shokoladlik bo'ladi. Qarang. Mangallarni ham olib kelib qo'yishdi, aka. Mazza qilib oilaviy o'tirasizlar. Shashlik, mashlik, bu yoqlarni qilibdi, aka. Qalay terrasa. Hammamizga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Uyimizda 250 kvadrat metrlik penthouse, aka. Qarang, mana buni. Hamma xonalar razdelli. Siz xohlagandagi plan, remontlari ham takoy shokolad qilib qo'yishgan, stroyniy mebel, sebellarni ham qo'yib qo'yishdi. Aytganda, mana shunaqa stroyniy mebelli uylarni Adan Yagacha mebelirованный qilish kerak bo'lsa, bu yo'q, endi yangi uylar mebelli sexiga zakaz qilib Bismillohni aytib,
chap xonadan boshlaymiz. Bu xonamizni takoy qizlar uchun qilib qo'ygan ekanlar. Takoy bu родительский komnata ekan, двухспальный, uzr, adashdim. Oynalarni ko'ryapsizlar, skvoznak, texnikalar qo'yilgan, cho'pli polga qilingan, patologlarga gap yo'q, shkaflar polga qo'yilgan. Xo'p, chiqdi. Chiqqanimizda yana bitta xona mana. Bu bizda ikkinchi xona, hurmatli obunachilar. Bu endi ota-onalarning xonasi. Gap yo'q, bu yerda ota-onalarning xonasini o'zini balkoni bor ekan. Balkonga kelamiz. Boyagi terrasamizning pastki qismida ko'ryapsizlar, yana polniy Toshkent City'ni sizlar ko'ryapsizlar, dvorni ko'ryapsizlar. Bu rayon bormi? Elitniy rayon hisoblanadi. Ana ashi Qirtoy okalarning rayoni hisoblanadi. Hamza metroni bilasizlar-ku. Sizlarga reklama qilishim shart emas u. Mana sanuzel bitta kirib aylanib chiqincha qani. Qalay sanuzel, oka? Bu bizda birinchi sanuzel, ikkinchi xonani aylanib chiqdi, ikkita spalniyni ko'rdi. Yana qaytib chiqib holga chiqdi. Holda bizda mana bitta общий sanuzel turibdi. Bu уже ikkinchisi bo'ladi. Ikkinchisiga ham like bosib qo'ying. Men mehmonxonani qarang. От души душевничка-yu. От души душевничка-yu. Mashallah, hammamizdagi mana shu chiroyli nas. Bu ham televizorlar, hamma narsasi, oyna, polniy, panoramniy. Gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli obunachilar. Uyimizda qatortol Optik bozori to'g'risidan, bank orqasidan kirsanglar ham bo'ladi. Bankovskiy domlarning oldida qurilganda 9-10 etaj penthouse oka, 250 kvadrat metr. Bu bizda 3-xona bo'ladi. Qani ketdi? Xo'p, 3-xonadan chiqdi, yana holga qaytib chiqdi. Holga qaytib chiqdi. Bizda bo'tdi. Voy. Bolalarning xonasida, krasavchiklarning xonasida, tigrlarning xonasida, oka. Tigrlar uchun mana alohida televizorlar qo'yilgan. O'zbekiston multfilm, u yoq bu yoq mebellar qo'yilgan, kompyuterning stollari bor. Bolalar mana shu xonaga kiradi, mana shu xonada qotadi, oka. Hamma narsasi tayyor, 250 kvadrat metr. Holga yana qaytib chiqamiz. Ko'rdinglar, polni aylanib chiqdi. Endi biz terrasaga yuramiz. Terrasani qaranglar. Xo'p, u yerda kladovkamiz bor. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Endi qarang, ikkinchi qavatda u yerda oynasi bor. Chap tarafda ham oynasi bor, havo aylanish uchun. Mana bu yerda ham oynasi bor. Havo aylanish uchun. Ikkinchi qavatga chiqamiz, gap bo'lishi mumkin. Sevib qoldim, oka. Sevib qoldim, oka. Uy 250 kvadrat metr, novostroyka. Yangi qurilgan kadastrlari bilan narxini ham aytaman. Endi bu bizda kuxnya. Kuxnyani qarang kengligini, kuxnyani qarang kattaligini. Oilaviy maza qilib o'tirib oladigan joyi. Kuxnyani oldida ham havo aylanish uchun mana shunaqa oynalari ham bor ekan. Boyagi terrasaga chiqamiz. Terrasamizni mana ko'ryapsizlar. Wow. Mana shunaqa vidni olish uchun bor, odamlar bor. Toshkent City'da просто park tomosha qilish uchun bir 100 kvadrat joyga 700 ming, 800 ming dollar pul to'lashyapti. Siz oka bu yoqdan turib olib butun Toshkent City'ni ko'rib o'tirar ekansiz, oka. Vashi shikolat naqdi. Yopiq territoriya, oka. Dom vashi elitni pastda ko'rdinglar, mashinalar nomerini. Hamma yoq 777 888 bo'lyapti. Bering, oka. Xo'p, hurmatli obunachilarim, hammamizga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Bu bizda уже ikkinchi terrasamiz bo'ladi. Ikkinchi terrasamizdan ko'rasizlar, naryoqda yopsanglar ham bo'ladi. Bu yoq ochuv terrasa. Tip ochiq ayvon, mazza qilib kameralar o'rnatilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, oka. Oka, yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, mana shu videoga like bosib qo'ying. Jigar. Odamlar mana shunaqa vidni olish uchun, mana shunaqa terrasa bo'lsin, zo'r vid bo'lsin deb mana shunaqa vidni olish uchun Toshkent City'da 100 kvadrat joyga 700 minglab rasxod qilishyapti. Mana shunaqa terrasali joylarni. Hozir qarang, oka. Bu uy 250 kvadrat metr. Polni aylantirib chiqdim. Uy narxi 290 ming dollar, oka, yopiq territoriya. Vashi gap bo'lishi mumkin emas. Oka, havas qilgan bo'lsangiz bitta like bosib qo'ying, dodam, like. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, Toshkent shahar Chilonzor tumani 5-kvartalda joylashgan uyimiz
egalar raqami bilan srochniy narxlarda sotiladi. Videoga like bosib qo'yinglar, bizlarni kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Yangilar Telegram kanalida sizlar postoyanniy chiroyli narsalarni ko'rib, mazani qilishinglar mumkin. Kamerani berib turing. Okalarim. Vид на море, yo'q, qarang. Vид на море. Shapaloqlar bo'lsin, shapaloqlar. Vashi kayf berib tashadi, yo'q, Kurgavoy shahar punli tomosha qilib, mazani qilib yashirkansiz. Bu bormi sizga $1000 sal oshiruvdan tushyapti. Butun shaharni maza qilib tomosha qilib o'tirar ekansizlar. Bu yoq tarafda vidni qarang. Vashi kayf, yo'q, 250 kvadrat, 290 ming. Voy, kvadrati $1200 dan to'g'ri kelyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. The coffee's out.